Dekabr oyida Umra ziyoratiga borishni niyat qilganlar uchun Farg'ona viloyatida Marg'ilon shahrida joylashgan litsenziyaga ega Centrum Holdesga yetib kelganmiz. Dekabr oyidagi narxlarni, sharoitlari qanday bo'lyapti, hammasi haqida video davomida chiroyli qilib Nizomiddin hoji akamizdan ma'lumot olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Rahmat. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Aka, obunachilarimizga dekabr oyidagi narxlarni, undan tashqari mehmonxona sharoitlarini, yaqinligi, uzoqliklarini, undan tashqari oziq-ovqatlari qanday bo'ladi? Shifokor xizmatlari bormi? Hammasi haqida video davomida chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tsangiz. Albatta, albatta. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, bizda hozirgi kunda Centrum Holidays umra safarimizda 14 kunlik bo'ladi. Xo'p, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gostinitsalarimiz oraliq masofalari 150-200 metrda joylashgan bo'ladi. Xo'p, Makkadagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi esa 1-1,5 kilometr masofada bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmati ham bo'ladi. Xo'p, yoshi katta hoji-onalarimiz avtobus xizmatida, yoshlar bo'lsa bemalol piyoda ham borsa bo'laveradi. Xo'p, Makkada bizning o'zbek milliy taomlarimiz, o'zbek povurlarimiz tomonidan 3 mahal bo'ladi. Makkada 11 kun, xo'p, Madinada esa 2 mahal obed ujin bo'ladi. Xudo xolasa. 14 kun umra safarimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r. Undan tashqari aka, hozir videoni boshida aytib o'tdik, shifokor xizmatlari ham bo'ladimi? Misol uchun qandaydir dori-darmonlar olib olish kerakmi yoki bu yoqdan? Endi doimiy ichadigan bemorlar bo'lsa, o'zini dorilarni olib olsa yaxshi bo'ladi. Ayollarga ayollar, erkaklarga erkak doktor shifokorlarimiz ham bor. Muammosi yo'q. Muammo yo'q. Bemalol birinchi yordamlarni ko'rsatishaveradi. Xudo xolasa. Tushunarli. Aka, dekabr oyida qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda dekabr oyiga Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlarida reyslarimiz bor. Xo'p, Vodiydan esa haftada 2 marta dekabr oyiga reyslarimiz bor. Toshkentdan esa har kuni reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Tushunarli. Aka, ibodatlardan tashqari Madina va Makkada ham ziyoratgohlarga chiqiladimi? Qayerlarga chiqiladi aka? Albatta, bizda 14 kunlik umra ziyoratida nafaqat ibodat, sayohatlarga ham chiqamiz, ziyoratlarga ham chiqamiz. Xo'p, bular quyidagilardan iborat bo'ladi. Xo'p, Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Payg'ambar vasallamning ravzalariga ziyorat qilamiz, Baqiy qabristonlariga, yana qo'shimcha bir qancha xurmo bog'larida kechki sayr, kechki ovqatlar, oshlarimiz hamda pikniklarimiz bo'ladi. Xo'p, Makka shahrida esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta qo'shimchasiga Qizil dengiz. Qizil dengizimiz bor. Xo'p, uni qo'shimchasiga esa Toyib shahriga ham ziyoratlarni amalga oshiryapmiz. Tushunarli. Aka, undan tashqari ko'p joylarda eshityapmiz 50 boshlar. Misol uchun, bu yerdan odamni chiqarib yuboradi, u yoqda kutib oladi va u yoqda 50 bosh chiqarib yuboradi. Xuddi shunday bo'ladimi yo 50 boshi birga borib keladimi? Xo'p, bizda to'g'ri savol berdingiz. Kommentariyalarda ham shunaqa savollar aylanyapti. Xo'p, bizda hozirgi kunda Centrum Holidaysda qonuniy litsenziyaga ega hisoblanganligi uchun bizda davlat tomonidan 50 boshlarimiz tayinlanadi. Har bitta 14 kunlik ketadigan umra ziyoratiga ketayotgan hojilarimizga albatta 50 boshlarimiz aeroportdan billa olib ketib 14 kun ziyorat davomida ibodatida ham, sayohatida ham, xo'p, qo'shimcha bir qancha o'sha ibodatlar hammasida 14 kunlik hamma safar mobaynida 50 boshlarimiz hamrohligida bo'ladi. Birga bo'lishadi. Albatta, birga bo'lib, birga qaytishadi, yana 14 kundan keyin. Xudo xolasa. Tushunarli. Xo'sh, aka, firma tomonidan nimalar beriladi? Xo'p, firma tomonidan Centrum Holidaysda nimcha beriladi, kamzil beriladi, beji beriladi hamda shu samolyotda bemalol dam olib ketishlari uchun mana bunday pastda turgan yostiqchalarimizdan bizning firmamiz tomonidan albatta hadya qilinadi, xudo xolasa. Tushunarli. Undan tashqari aka, misol uchun yuk masalasida sumkalari, yuklari necha kilo bo'lishi kerak? Misol uchun ryukzaklari, bagajniklari, bagajniklari 20 kilo bo'ladi. Qo'l sumkalari 5 kilodan 7 kilogacha bo'ladi. Albatta, ketishda ham, kelishda ham xuddi shunaqa bo'ladi. 20 kilodan bo'ladi. Tushunarli. Zamzam suvi undan tashqari bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, zamzam suvi o'sha bitta bir marta to'lovlarning ichida o'sha zamzam suvi ham ziyorati, tavofi, ibodati hammasi o'sha bitta to'lovda ichiga kirib ketadi. Tushunarli. To'lovlar qanday bo'ladi aka? Xo'p, to'lovlari onlayn masofadan ham xizmat qilamiz. 12 ta viloyatda bizni ko'rib turganlar bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApp orqali bizni tarmoqlarimiz ishlab turibdi. Masofadan turib onlayn ham xizmat qilamiz. Kelishilgan holatda bizga Zagram pasportlarni tashab berishadi. Xo'p, biz ularga Centrum Holidaysda bank shot raqamlarini tashab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirsa, o'sha joylar biron hisobiga o'taveradi. Zo'r, tushunarli.
eng asosiysi narxida. Narxlari qancha bo'lyapti aka? Xo'p, narxlari aka, xo'p, 1-dekabrdan 7-dekabrgacha bo'lgan reyslarimizni chegirmaga tushgan $930 qilib beramiz. Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan uchadigan reyslarimizga 7-dekabrgacha chegirma $930 qilib beramiz. Xo'p, 7-dekabrdan 20-dekabrgacha bo'lgan reyslarimiz oraliq masofasida $1100 qilib beramiz. Zo'r. Narxlari anchagina arzon, to'g'rimi? Albatta. Va hamma ziyoratchilarimiz, yurtdoshlarimizni biz Centrum Holidays'da xudo xolasa yaxshi niyatda nimalarni kutib olamiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Ma'lumotlar qolib ketmadi degan umiddamiz. Agarda qolib ketgan bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringni qiziqtirgan savollarga ekranning pastidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib ham batafsil ma'lumot olishlari mumkin. To'g'rimi aka? Bemalol, albatta. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Xudo xolasa Salomat bo'linglar. akalar, opalar qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. O'sha aytib o'tilgandek, kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.